Assalomu alaykum. Savol bersak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Savol bersak bo'ladimi? Bersak bo'ladimi aka? Yo'q. Assalomu alaykum aziz Uchtepa tumani yoshlari. Hozirgi paytda biz ekologiya ifloslanib ketganligi haqida ommaviy so'rovnoma o'tkazmoqdamiz. Hozirgi kunda havo ifloslanib ketayotganligi sababi nima deb o'ylaysiz? Ancha birinchi o'rinda bu korxona zavodlar, ikkinchi o'rinda avtomobillar, chunki hali ham bizlar sifatsiz yoqilg'ini AI-80 dan foydalanamiz. Bu esa ekologiyadagi yoki fandagi eng rasvo yoqilg'i turi. Hozirgi kunda ekologiya yomonlashib ketayotganligi sababi nima deb o'ylaysiz? Eng katta sababi qurilishlar deb o'ylayman. Bunga yechim qilib nima bersak bo'ladi? Kamroq dom quringlar. Hozirgi kunda ekologiya yomonlashib ketayotganligi sababi nima deb o'ylaysiz? Ko'proq mashinalar bo'ladi. Bunga yechim qilib nima qilsa bo'ladi? Sonini kamaytirish. Ekologiya hozirgi kunda nimaga yomonlashib ketyapti? Endi bunga asosan odamlar o'zi sababchi. Odamlar o'zi. Aynan. Hamma yoq musor. Butun musorni tashiydi, qaraniydi. O'shaman butun ekologiya buziladi. Mashinalar oldingi paytda tekshirib turardi benzini orqasidan. U ham yovib ketdi. Почему в Узбекистане экология так грязная? Из-за машин, наверное. Nimaga O'zbekistonda hozirgi paytda hech qachon kutilmagan bunaqangi havo ifloslanishi bor? Zavodlar ko'payib ketgan, keyin mashinalarning hisobiga deb o'ylayman, transportlar ko'paygan. Nima yechim qilsak bo'ladi? Zavodlarni chetroqga chiqarish kerak-da. Hozir shahar o'zida ham ko'p bu fabrikalar. O'shalarni oldin Ohangaronlarda ko'proq tashqarida bo'lardi. Hozir shahar ichkarisida ham zavodlar ko'p. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda ekologiya bunaqa ifloslanib ketayotganligi sababi nima deb o'ylaysiz? Ekologiyani bunaqa ifloslanishiga sabab har xil neft gazlaridan chiqayotgan tutunni ko'payayotgani va har xil shunaqa neft gazlar ko'pchilik ochayotgani va bugungi kunda yoshlar ham ko'p chekishga berilganligi sababli ekologiyamiz yomon. Bunga yechim nima deb o'ylaysiz? Bunga yechim ko'proq yomg'irli havolar bo'lishi kerak. Keyin hamma shu ekologiyani toza saqlash uchun, himoya qilish uchun shu yoshlarimiz chekishga berilmasligi kerak. Bu tarbiyaga ota-onalar qattiq qarash kerak deb o'ylayman.